Klit jamoasidan boshlaymiz sahnaga. Klit jamoasini olqishlar bilan taklif etamiz. O'z taqdimotlarini boshlashadi. Marhamat. Assalomu alaykum hammaga. Bugun biz olib kelmoqchi bo'lgan taqdimotimiz Food Watch loyihasi, ya'ni jamoat nazorati bilan xavfsiz savdo yuritish. Xo'p, bizda muammo nimadan kelib chiqdi? Birinchi o'rinda do'konlarda muddati o'tgan mahsulotlar haligacha sotiladi. Undan tashqari iste'molchilar ko'pincha buni haddan keyin, ya'ni xarid qilishgandan keyin ancha vaqt o'tgandan so'ng sezishadi va bu insonlar sog'lig'ini xavf ostiga qo'yadi. Xabar berish bo'lsa, ya'ni aynan shu muammo haqida xabar berish jarayoni juda ham sekin va murakkab jarayon hisoblanadi. Va bizning loyihamiz, ya'ni Food Watch loyihasi ushbu muammolarga yechim sifatida keltirildi. Xo'p, birinchi o'rinda nima bo'ladi? Do'konlarda muddati o'tgan mahsulotlar kamayadi. Undan tashqari iste'molchi xariddan oldin ogohlantiriladi. Ya'ni qaysi do'konlarda aynan shu muddati o'tgan tovarlar sotilayotgani haqida. Undan tashqari sog'liqqa nisbatan xavf kamayadi va iste'molchilar sog'lig'i himoyalanadi. Va xabar berish bizning platformamiz orqali juda ham tez va qulay jarayon hisoblanadi. Xo'p, aynan bizning loyihamiz ikkita qismdan iborat, ya'ni bittasi xaridorlar uchun, ya'ni shu iste'molchilar foydalanadi va bittasi aynan shu do'kondagi sotuvchilar uchun hisoblanadi. Endi aynan xaridorlar uchun berilganiga to'xtaladigan bo'lsak, qanday ishlaydi? Birinchi o'rinda do'kon nomi, ya'ni mahsulot rasmga olinadi. Aytaylik, aynan shu muddati o'tgan mahsulot turibdi. Shuni muddati o'tganini isbotlovchi, ya'ni uni orqasida bilamizki, shu muddat yozilgan joy bo'ladi. Shu bilan birga rasmga olib yuklanadi. Undan so'ng do'kon nomi va joylashuv belgilanadi. Xarita ko'rsatilgan, xaritada do'konning joylashuvi aynan qayerda, shu narsa belgilanadi va xabar platformaga tushadi. Bu xaritada ko'rinib turadi hammaga. Ma'lumotlar jamlanib, muammo o'choqlari, ya'ni aynan shu kabi muammolar qaysi do'konlarda bo'lyapti, shular ko'rinib turadi. Xo'p, bizni ikkinchi beradigan yechimimiz QR orqali muddatni avtomatik nazorat qilish. Ya'ni birinchi yechimimiz fuqarolar tomonidan, davlat aholilar tomonidan shunchaki report tariqasida xabar qilib yuboriladi, muddat o'tgan tovarlar kiritiladi va bu doimiy tarzda fuqarolarning o'zini nazorati orqali nazorat qilinadi. Buni orqasidan biz erishadigan natijalar do'konlar orasida raqobat kuchayganini hisobiga bemalol bir-birlari bilan raqobat qilib, o'zidagi muddati o'tgan tovarlarni ham yo'qotish mumkin. Bundan tashqari o'zidagi barcha kamchiliklarni kamaytiradi. Bu bizda sotuv nazorati, shunga o'xshash barcha xizmatlarni yana rivojlanishini olib keladi. Ikkinchi beradigan yordam yechimimiz bu zavodlarda har bitta mahsulot QR kod orqali chiqadi. Xo'p, bizda bunga misol tariqasida har bitta mahsulotning o'zini muddati yozilgan bo'ladi. Bizni sayt orqali, bizni berayotgan yechimimiz orqali muddatni o'rniga QR kod chiqadi va QR kod kassadan o'tayotganda, har bitta kassadan hisob-kitob qilinganida, urilganda, agar muddat o'tgan bo'lsa tovar, muddati ovoz chiqaradi, ya'ni jiringlaydi. Muddat o'tmagan bo'lsa doimiy tarzda o'tib ketaveradi. Bu bizga nimada foyda beradi? Muddat o'tgan tovarni biz o'zimiz olib qo'ymaymiz va e'tibor beradigan bo'lsa, deyarli O'zbekistonda 90% aholi olayotgan mahsulotini muddatiga deyarli qaramaydi, faqat oladida ketadi. Uni borgandan so'ng, uyda ishlatgandan so'ng barcha muammolari keyinchalik aniq bo'ladi. Lekin bu yordamida kassani o'zidayoq muddat o'tgan yoki o'tmaganligi aniq bo'lib turib, aholining sog'lig'iga foyda bo'ladi. Bundan tashqari har bitta jamoatchilik do'konlari, umumiy sotuv mahsulotlar hammasi uchun yana ham raqobat kuchayganini hisobiga u yerda rivojlanish ko'payadi. Jamoalar taqdimotga jo'natilgan vaqt tugadi. Savol-javob qismiga o'tamiz. Xo'p, birinchi holatida jamoat nazorati juda skannerni tasavvurni nakasasi bor. Keyin nima bo'ladi? Xo'p, biz davlat bilan integratsiya qilmoqchimiz. Ya'ni davlatda bu yo'nalish uchun javob beradigan organlar mavjud, lekin ularga yetib borish qiyin. qayerdan qanday aloqaga chiqishni bilmaymiz. Shuning uchun biz ular bilan birgalikda hamkorligida bizni saytimiz orqali keladigan barcha ma'lumotlar ularning oldiga borib tushadi. Ular ko'radi, unga qarab turib kerakli joylarga borishadi. Ya'ni hozirgi paytda Sog'liqni saqlash vazirligi bor. Ular umumiy tarzda nazorat o'tkazishadi, lekin aynan qaysi do'konda nima muammoligini bilmaydi. Bizni sayt orqali bo'lsa, ularning ishini ham yengillashadi. Umumiy bormaydi-yu, faqat kerakli joyga boradi. Ya'ni siz beryapsiz, xabarni qoldiryapsiz, report tushib turibdi, aynan qaysi do'konda nima bo'yicha
boshqacha muammo borligi turibdi. Siz unga qarab turib kerakli joyga borasiz. Bu yerda lokatsiya, do'konni nomi, nima muammoligi hammasi yoritilgan bo'ladi. Davlatdan sizga pul olmoqchisizmi? Qanaqa moliyaviy tomoni bormi joyi? Xo'p, bu report uchun deyarli moliyaviy tomon ortiqcha rasod qilinmaydi. Faqat saytning ishlashi, server, bazalar uchun rasod olinadi xolos. Umumiy tarzda doimiy ishlab ketiladi. Bundan keladigan bizda foyda ham bor. Foydamiz qanday bo'ladi? Do'konlardan obuna olamiz. Ya'ni bizga obuna bo'ladigan bo'lsa, ularda aholidan kelib tushgan shikoyatni to'g'ri organga jo'natilmaydi-da, o'zlariga shikoyat tariqasida ogohlantirish sifatida jo'natiladi. Ular ogohlantirishdan ko'rib chiqib turib, agar muddat o'tgan tovarlarini yoki o'zidagi muammoni hal qiladigan bo'lsa, saytdan u muammo olib tashlanadi. Agarda hal qilinmaydigan bo'lsa, u narsa davlat organiga boradi va qonuniy tarzda hal qilinadi. Savollar? Belgilangan vaqt kelganda rahmat. Klient jamoasiga olqishlar qo'yamiz. Assalomu alaykum hammaga. Biz Skin Trader jamoasi o'zimizni loyihamizni sizlarga prezent qilib bermoqchimiz. Bizning kompaniyamiz Skin Trader bu Markaziy Osiyo va O'zbekistondagi kibersportsmen yoki gamerlarga yangi imkoniyat. Bizning platformamizda KYC sistemi ishlaydi. KYC sistemi nima? Bu know your customer degani. O'zingni klientingni bil. Va ishlatishga oson va qulay. Hozirgi muammo nima? Ko'pincha yosh bolalar o'yinga narsa olaman deydi, game sotib olaman deydi-da, keyin skam bo'lib qoladi. Masalan, ofitsialniy joy yo'q, faqat Telegram yoki har xil nelegal veb-saytlar. Yechim bu biziz. Biz xavfsiz va qulay o'tkazish platformasi. Kirishga oson Google bilan, lekin sotmoqchi bo'lsangiz verifikatsiya o'tasiz. Bizning xizmat bu 24/7 admin nazorati va olovchilarni firibgarlikdan saqlash. Bizning maqsadimiz bu butun O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi gamerlarga bir sayt ochish, ularda aqlni qolish va boshqa joylarsiz skillarni va akkauntlarni sotib olish mumkin bo'lgan platformani ochish. Va ikkinchisi Telegramdan reklama olish va Instagram bo'yicha targeting yo'lidan odamlarni yig'ish. Raqobatchilarimiz faqat Telegram yoki boshqa nelegal joylar orqali sotayotgan odamlar. Samsung Markaziy Osiyodagi Markaziy Osiyoda 20-25 millionta gamerlar bor. Ular umumiy darajada 450-550 million dollar ishlashadi o'yinlarga. 20-30%. Ular 14-16 yoshgacha bo'lgan va ular har doim o'yinlarga pul tikadigan odamlardir. Ular 150-200 million dollar tikadi va son ulardan 2-3%. Agar biz o'rtacha 1,5 dollardan monetizatsiyaga oladigan bo'lsak ham, bu oyiga eng kamida 150-200 ming dollar chiqadi. Monetizatsiya, ya'ni qanaqa qilib pul topmoqchimiz? Bizda ikkita model bo'ladi, freemium va premium modeli. Biz premium model orqali ommaviy kirish yaratib, odamlarni premium modelga o'tkazmoqchimiz. Agarda sotuvchilar premium model sotsa, ularni sotuvchi akkauntini tepasida galочка paydo bo'ladi. Ya'ni klientlarning ularga ishonchi oshadi. Ikkinchisi, biz kelajakda har bir muvaffaqiyatli savdodan kichik komissiya foiz olmoqchimiz. Lekin agarda sotuvchida premium model bo'lsa, biz kichkina foiz olmaymiz. Va hamda agar siz premium sotib olsangiz, targetga o'xshagan narsa yoqiladi. Bilsangiz, satsani sessiyalarda, Instagram va shunga o'xshash narsalarda publikatsiyalarni yurg'ish uchun target yoqiladi va ko'proq odamga ko'rinadi. Bizda ham xuddi shunaqa bo'ladi. Publikatsiyalaringiz agar premium model sotib olsangiz, odamlarga tezroq yetib boradi. Paid ads referral, ya'ni qanaqa qilib biz klient yig'moqchimiz. Bizda referral tizimi bor. Agar o'sha do'stingizni bizning platformaga taklif qilsangiz, bonus bir oy bonus premium ola olasiz va pul bilan vaqtingizni teja olasiz. Security bu bizning QRC tizimimizdir. U bizning xavfsizlik tizimi. Va ikkinchisi bu premium foydalanish. Premium sotib olgan o'zining nickini yonida galочка bo'ladi va u premium borligini ko'rsatib turadi. Uchinchisi bu aldanov va firibgarlikdan himoyalikni biz report tizimi orqali xavfsizlikni обеспечить qilamiz. Jamoani olqishlar qo'yamiz.
Savol javob qismiga o'tamiz. Hakamdan to'g'rilgan marhamat savollar bo'lsa, so'zlarimiz, hayotda mutaxassislarimiz jamoa a'zolariga berishimiz. Foydalanuvchilar. Hozir o'zini integratsiyalarni tayyormi? Nima deysiz? To'lov tizimlarini sotib olish uchun unaqa degan uchun. Biz o'rta kashmiz, to'lov tizimini biz qilmaymiz. Odamlar o'zi mesh saboy kartaga pul tashlab berib yoki shunga o'xshash yo'llar bilan narsa sotib olib pul o'tkazishadi. Biz o'rta kash. O'rta kashmiz. Ya'ni sotib oladigan sotuvchi bilan bog'laymiz. Hozir qaysi darajaga yetgan proyekt? Bizdan faqat shu hozir bizda hozir KYCni ulучшить qilish kerak. Bizda hozir soxtasi turibdi. Agar KYCni prokachka qilsak, вот KYC kerak, yana backendda yaxshiroq server kerak bizga. Bu почти yetgan. Auditoriyamiz где-то 50 tacha odam yig'ilgan. Nechta foydalanuvchilar bor? Уже sotdinglarmi yoki bir bilan ishladinglarmi? Bizda o'sha 100 ta foydalanuvchi bor, ham biz target maktabini o'quvchilarimiz, bizni o'zimizning gruppalarimiz va gruppalarga yozishchi qachon bu platforma ishga tushadi, ishga tushishini kutyapti, klientlar tayyorlasa ham bo'ladi. Kengaysa bo'ladi. Kelajakda ishlatadiganlar soni qancha bo'ladi o'zi? Bozor qanaqa topdi bu? Biz o'ylaymiz, ko'p bo'ladi. Chunki O'rta Osiyoda hali bunaqa platforma yaratilmagan, aynan O'rta Osiyo butunlay ishlatadigan, ularga ulangan va to'xtamasdan ishlaydigan platforma hali yaratilmagan va Steam aytsam bo'ladi, lekin Steam u hali hozir bizda ishlamayapti, u problemasi ko'p bo'lgan. Sanksiyalar bor. Targ'ibot planshetkasi ishlamaydi. $50,000 nimaga ishlatmoqchisiz? Mana hozir Birinchisi eng asosiysi bu OIC va KYC ni kengaytirish uchun ham marketingga ham ishlatmoqchimiz. va Nimaga biz investitsiya so'raymiz? Chunki faqat kichkina odamlar emas, katta odamlar ham ishlatishi mumkin. O'yinga qiziqadiganlar, baribir katta odam bo'lsa ham kichkinalikda kompyuterxonalarda o'yin o'ynab o'sgan odamlar ham bor. Ular ham qiziqishi mumkin. Tezroq kengayishimizni ehtimoli katta deb o'ylayman. Vaqtimizga rahmat, mushtaramiz. Demak, navbatdagi jamoamizni sahnaga taklif qilamiz. Proteus jamoasi marhamat. Alqishlar qo'yamiz. Assalomu alaykum. Bizning loyihamiz asosan davlatimizdagi oliy ta'lim va ta'lim tizimiga qaratilgan bo'lib, ta'lim tizimimizda asosan texnika yetishmovchiligi va shunga o'xshagan muammolarni olib chiqqan. Statistikada ko'rinib turibdiki, bizning davlatimizda har bir kishi boshiga atigi 0.3 ta kompyuter va qurilmalar to'g'ri kelar ekan. OECD davlatlarida esa bu ko'rsatkich 0.185 darajani tashkil qiladi. Tafovut ko'rib turibsizlar, bu juda ham katta tafovut. Bu ta'lim tizimidagi asosiy muammolarni keltirib chiqadi deb bemalol aytishimiz mumkin. Xo'p, undan keyin bu yerda universitetlar solishtirilgan, asosan oliy ta'lim vazirligi tomonidan ko'rsatilgan statistika bo'yicha har bitta universitetlarga kishi boshiga to'g'ri keladigan qurilmalar soni, laboratoriya qurilmalari soni. Undan keyin xo'p, biz nimaga biz asosan bu muammoga asosiy fokusimizni qaratishimiz kerak. Shu muammo sababli bizda yosh avlodda 90% ilm fanga qiziqishi butkul so'ngan. Ular yengil narsalarga asosan o'zini bag'ishlagan. Nimaga? Chunki ular o'ylashadiki, ilm fan asosan formula, hisob kitoblar shulardan iboratdir. Chunki ular maktab yoki universitetda hech qanaqa eksperimentlar yoki innovatsiyalarni ko'rishmagan. Ko'rishganda ham buni juda ham qiyin narsa, bu har doim har xil qanaqangidir formulalar orqali uzoq muddatga kelib chiqadigan narsa deb o'ylashadi. Buni javobi sifatida biz o'zimizga sizlarga o'zimizning loyihamizni taqdim etamiz. Uzlab bu shunaqangi loyihaki, o'zingizlarning cho'nchagingizda minglab laboratoriyalar.
laboratoriyalar mo'ljallangan, virtual laboratoriyalar mo'ljallangan loyiha. Agar sizlarning universitetlarda yoki maktabinglarda yoki o'qish markazinglarda hech qanaqa laboratoriyalar yoki qurilmalar yo'qmi? Bunga javob bizning loyihamiz UzLab. Hozirgi statistikaga qaraganda 99.2% aholida 10 yoshdan baland 99.2% aholida o'zining yo'llarida mobil qurilmalari bor, telefonlar, smartfonlari bor va ko'plab studentlarning o'zining shaxsiy noutbuki bor. Shu shaxsiy noutbuk orqali ular o'z bizning loyihamiz orqali o'zlarining laboratoriya ishlarini bajarishlari mumkin bo'ladi. Ya'ni telefon orqali bu yerda bizning hozirgi loyihamizning skrinshotlar keltirilgan, qanaqa qurilmalar, qanaqa devicelar turibdi, nimalar ishlatishimiz mumkin. Bizning loyihamiz orqali sizlar laboratoriyada ishlarni bajara olasizlar bemalol. Undan keyin tuganmas qurilmalar, eksperimentlar, innovatsiyalarni keltirib chiqarishingiz mumkin. Ishlashi bu yerda. Bu hozirgi loyihamizdan hozirgacha kelgan variantidan lavha. Bu yerda bizda asosan taqdimot uchun ajratilgan vaqt tugadi. Savol javobga o'tamiz. Marhamat, hakamlar hay'ati savollar bo'lsa. Bo'lsa mana orqa ko'rganlarda teng bo'lish nimada muammomiz. muammom Bu qo'shimchalar nazarda muammo hop. Kim maktabda eslaydi, o'zimizning maktabimizda, oddiy davlat maktablarida o'qigan bo'lsa, kim necha marta laboratoriya ishini bajargan ayta oladi? Kim asosan fizik holatda laboratoriya ishini bajargan qo'lni ko'tarsin? Bemalol bitta, ikkita, uchta odam. 4ta, 5ta, 6ta ekan. 7ta. 7ta odam. Shuncha o'tirgan odam ichida 7ta odam laboratoriya ishini bajargan. Bu degani shuncha odam haqiqatdan o'sha berilgan laboratoriyani qilgan. Qolganlar bo'lsa shunchaki yo ko'chirgan yoki faqatgina hisob-kitob amallarni bajargan. Laboratoriya o'zi nima qiling deganda darsdan chiqqandan keyin bilmadim, shu berilgan ishni bajardim, bo'ldi deb chiqib ketgan. Yana bir savol, mana bu narsa VR bilan ishlaydimi yoki qo'l bilan ushlab real qilsa bo'ladimi yoki kompyuterda mushkada ishlaydimi? Biz to'rt xil variant qildik. Birinchisi mobil qurilmalar uchun. Mobil qurilmalarda boya ko'rsatilgan edi, basic, bazaviy ishlash, ya'ni oson laboratoriya ishlari. Kompyuterda sal endi udobniyroq. VR ochkilarda o'zi realniy hamma narsani olib qo'yib ishlatiladi. To'rtinchi variant bu web holatda ishlaydi, ya'ni sizdan hech qanaqa katta narsani skachat qilish talab qilinmaydi. Bizning laboratoriyamizdan yana bitta eng yaxshi varianti, eng yaxshi plyusi, hamma qurilmalar real holatda qanaqa xususiyatga ega bo'lsa, xuddi shu xosalarni qaytarib chiqarib bera oladi. Rahmat, vaqt tugadi, kechirasiz. Vaqt tugadi. Teos jamoasini olqishlab qo'yamiz. Navbatdagi jamoa a'zolarini sahnaga taklif qilaman. Mehnatsevarlar jamoasi, marhamat. Olqishlab turamiz azizlar. Mehnatsevarlar. Biz mehnat yo'l platformasi orqali yo'llanma ishchilar, ya'ni xalq tilida mardikor bozorini raqamlashtirmoqchimiz. Ushbu bozorni raqamlashtirish orqali ishchi va ish beruvchini o'rtasida bog'lovchi vosita ko'prik bo'lmoqchimiz. Bu platforma orqali biz qanday muammoni yechamiz? Yo'llanma ishchilar har doim shunaqa holat bo'ladi, og'zaki, ishonchsiz, tartibsiz ish topadi. Ish beruvchilar esa doim tez tekshirilgan yoki kafolatli ishni topa olmaydi. Biz mana shunday muammoga yechim topmoqchimiz. Ba'zi holatlarda to'lovlarda firibgarlik, kelishmovchiliklar uchrab turadi. Xo'p, mehnat yo'q qanday muammoni hal qiladi? Yechim nima? Biz ishchi va ish beruvchini bog'lovchi platforma, albatta ishchi profili, reytingi, baholash, ya'ni ishchi ishini tugatgandan keyin ish beruvchi albatta baholaydi. Ish beruvchi ishni o'zi joylaydi. To'lov albatta eskrov tizimida, to'lovni biz kafolatlaymiz, ya'ni to'lov bizda turadi. Ishchi ishini tugatgandan keyin to'g'ridan to'g'ri kartasiga tushadi. Xo'p, geolokatsiya albatta bo'ladi, tez chaqirish mumkin va hattoki 1 kun yoki 3 kun oldin, 2 kun oldin
aytib qo'yishim mumkin, masalan, meni dushanba kuni ishim bor. Sizlarda santexnik bormi yoki elektrik bormi degan ma'noda bizda kol operatorlar bo'ladi, ro'yxatga olib qo'yiladi va ishchi yuboriladi. Bozor holati O'zbekistonda mardikor bozor, ya'ni yo'llanma ishchilar o'rtacha 1,5-2 million olganmiz. Kun.uz, daryo.uz, qalampir.uzda ma'lumotlariga ko'ra O'zbekistonda 2,400,000 3 milliongacha deb ko'rsatilgan mardikor bozordagi ishchilar va norasmiy ishchilar. Demak, biz o'rtacha 1,5 million 2 million oldik. Sam bu yerda Toshkent viloyat markazlarida 400,000 300,000 gacha biz shuni 10% ni qamramoqchimiz. Som 30,000 50,000 ishchi qamrab olinishi reja qilingan. Investitsiyaga kelsak, birinchi raundda biz 20,000 dollar bilan boshlamoqchimiz. Faqat Toshkent shaharining o'zida pilot yoqmoqchimiz va nimalarga ketishi rejalashtirilgan. Va asosiy urg'u beradigan joyimiz bu yerda biz shunday muammoga duch keldikki, ish beruvchilarning oldiga borsak, hali firibgar emasmisizlar degan tushunchaga to'g'ri keldi. Yoki ishchilarning oldiga borsak, ma'lumotini so'rasak, firibgarlik holatlari yo'qmi? Shuning uchun asosiy urg'u beradigan joyimiz MCJ qilmoqchimiz boshlanishiga, mahsulot cheklangan jamiyat qilib, keyin demak bu bozorga kirib bormoqchimiz. Daromad kimdan yoki nimadan bo'ladi? Daromad demak bir ishchiga to'lanayotgan to'lovdan, mana aytaylik, o'rtacha chek 20 dollar bo'lsa, undan 10% komissiya olinadi. Bu xalqaro standart shunaqa. Masalan, Amerikada Taskribit bor, yoki Xitoyda yoki Rossiyada yoki Yevropa mamlakatlarida ham bu narsa ishlaydi. Bu model, biz mana shu modeldan foydalanmoqchimiz. Oylik bo'rnimiz 3500 dollar hisob-kitob qilganmiz. Chiqimlarimiz har oyda xarajatlar shunchaga tushadi. Hop, qachon demak 1-2 mingga chiqamiz, beziyon nuqta bo'ladi. 12 oyni rejalashtirganmiz, sababi ishchilarning o'sish hisobiga. Agar ish beruvchilar 120 dan ortiq, faol ishchilarimiz 1400 dan ortiq va ishlar oyiga 6000 dan oshsa, biz 1-2 mingga chiqamiz va oylik daromadimiz 3360 dollarga yetadi. Raqobatchilarimiz bor, faqat vaqtimiz tugadi. Taqdimot uchun savol-javob qismiga o'tamiz. Marhamat, ustozlar, hakamlar hay'atidan savollar bo'lsa ishtirokchimizga beramiz. Marhamat. Sifatlardan qaramoqchisiz, bu borgandan ishchilar qildi, vazifani bajardi, yo'qmi? Pulni o'zimiz ushlab biz narxda kelish reja bo'lsa, Hop, savol uchun rahmat. Biz Uzum, Yandex, Uber taksilarida modellarini tekshirib ko'rganmiz. Ya'ni ular qanday qabul qiladi? Daromadni yoki to'lovni, agar naqd pulda qanday bo'ladi? Biz bunda escrow tizim orqali o'tmoqchimiz va escrow tizim orqali to'lov plastikda, ya'ni bizda qoladi. Ishchi ishini tugatganda ish beruvchi yoki ishchi ish tugadi bosadi. Ish tugashi bilan unga o'tkazamiz. Endi naqd to'lovda olsa-chi, naqd to'lovda olsa plastikida doimiy pul turishini ta'minlaymiz va plastikdagi puldan biz yechib olaveramiz. Naqd pul o'zida qolaveradi. Ish beruvchi ko'p holatlarda naqd pul berishi ehtimoli yuqori. Shaxsan Uzum tezkorda kuryer bo'lib ishlaganman. Naqd pul berish ehtimoli yuqori. Shuning uchun katta ehtimol bilan ishchini plastikda albatta qo'shimcha daromad turishini ta'minlaymiz. Ko'p holatlarda shunday biznes modellarda shunaqa tuziladi odatda. 20 ming yani investitsiya so'rayapsiz-ku, qancha keyin bo'lishi berasizlar jo'mat? Ha, 20 mingga birinchi raundda 5% ga investorga ulush berishga biznes model ishlab chiqqanmiz. Sotuvga operatorlarimizga 5%. ish beruvchilarni taqdim topmoqchisiz. Ya'ni TSJlardan gaplashib olmadingmi? Faqat TSJlar bor bizda. Ularni o'qishi bo'ldi, hatto santexnika boshqa bo'ladi. Ha, ish beruvchilar bilan hali korxona, tashkilotlar bilan zavodlarga hali uchramadik. Asosan bizni mijozimiz qurilish tashkilotlari va qishloq xo'jaligi tashkilotlari bo'ladi asosan. Fermer xo'jaliklari va asosan qurilish tashkilotlari bo'ladi. Katta-katta tashkilotlar bilan shartnoma qilmoqchimiz. Ular bilan shartnoma qilish uchun masalan to'g'ridan-to'g'ri ko'chadan borish emas, o'sha mahsulot cheklangan jamiyat yoki aksiyadorlik jamiyatga o'xshagan bir jamiyat, agentlikka o'xshagan holatga kelib, ular bilan shartnoma tuzmoqchimiz. Rahmat, vaqtimiz tugadi. Olqishlab qo'yamiz. Mehnat sevarlar jamoasi edi. Demak, navbatdagi jamoa a'zolarini sahnamizga taklif etamiz. Protoglabus jamoasi, marhamat. Assalomu alaykum.
ismim Sardor, yonimda ukam. Ikkalamiz Energy Brain loyihasini yaratdik. Bizning sloganimiz aqlli energiya, kam xarajat, barqaror kelajak. Hozirgi muammomiz elektr energiyasi. Biz elektr energiyasi ofislar, katta binolar eng ko'p energiyani ishlatishadi. Oddiy uylar yoki boshqa joyga qaraganda. Chunki ular ertalab soat 7-8 dan kechgacha svet, konditsioner, ko'chadagi elektr zaryadka mashinaga qo'yadigan zaryadkalarni ishlatadi. Bizning yechimimiz hozir AI agentlar Trendbot yaqinda ular chiqdi. Xo'p, biz nima qilganmiz? 4 ta AI agent katta ma'lumotlar, ochiq ma'lumotlardan olingan Yevropadan, Germaniya va Luksemburg ochiq ma'lumotlarini ishlatganmiz. Katta ma'lumotlar triumfga qilingan ular. Keyin har 15 daqiqada ular qaror qabul qiladi. Qaysi etajga kamroq energiya berish kerak, qaysi xonaga ko'proq energiya berishi ular qaror qabul qiladi. Chunki ular ko'proq ma'lumot bilan triumfga qilgandan keyin to'g'ri qaror qabul qiladi. Endi tasavvur qiling. Soat 8 da ishxonalar, ofislar ishini boshlaydi. Hamma svet yoqadi, konditsioner yoqadi. O'shanda elektroshitlar katta pikka chiqib ketadi. Keyin svetlar o'chib qolishi mumkin shunda. Yoki kattaroq tariflardan kattaroq rasxodlar bo'ladi. Xo'p, qanaqa ishlaydi? 4 ta sozlangan, katta ma'lumotlar triumfga qilingan LLM, Large Language Modellarda Local AI agentlar ishlaydi. Xo'p, natijalar bir kunda 25,6% gacha energiyani tejaydi. Bu nimani sifatiga? Bu AI agentlar ertaroq soat 6 da, 7 da kam quvvatda ofislarni yoqadi, konditsionerlarga quvvat beradi. Shuni deb energiyani tejaydi. Kechqurun zaryadkalarga qo'yishi mumkin o'zi. Savollar bo'lsa, savollar bo'lsa. Biznes modellar bo'lsa, biznes modellar. Biznes model, masalan, bir yilda bitta bino 100 million so'm ishlatsa, ketsa energiyasiga 25% o'rtacha tejaladi. Biz undan 5% dan 10% gacha ulush olamiz. Yoki u variant to'g'ri kelmasa, biz podpiskaga o'tamiz. Subscription bo'ladi har oyga. B2G'ga, B2B'ga chiqsa bo'ladi. Tejalganidan u foiz. Tejalgandan 25% tejalsa, o'rtacha 20 dan 25 gacha. Eng zo'r natija 28% chiqdi. Eng zo'r natijasi. O'shandan 5% 10% gacha olamiz. U oyiga 1 million so'm. O'rtacha ofisdan. To'g'risini aytsam, hozircha yo'q. Chunki bu proyektni 2 hafta o'zim ishlab chiqdim. Ideyani ukam bergan. O'zim full stack dasturchiman. IT'da ishlaganman, tajribam bor. Uni ishlatish uchun birinchi bo'lib bizga 3 ta narsa kerak. Birinchisi yangicha счетчик, smart meter deyiladi. Bu отдельный счетчик. U haqiqiy real time'da serverlarga katta ma'lumotlarni jo'natadi. Serverdagi ma'lumotlarni AI agentlarga jo'natish kerak. AI agentlar 24 ga avtonom o'zi qaror qabul qilib, energiya qanday ketishini o'zi bilishadi. Vaqt tugadi, rahmat. Olqishlab qo'yamiz. Aziz mehmonlar, final bosqichini davom ettiramiz. Eslatib o'taman,
Do'stlik Hackathon 2026 final bosqichi va biz navbatdagi 6-jamoani sahnamizga taklif etamiz. Surjis jamoasi, marhamat. Olqishlab qo'yamiz, olqishlar bilan kutib olamiz. Здравствуйте. Здравствуйте, многоуважаемые члены комиссии, эксперты. Сегодня мы, команда из Бухары, хотим представить вам наш проект, стартап, который представляет из себя цифровую систему обучения, которая в корне поменяет обучение в медицинской сфере. Мы студенты-медики, и у нас очень большой опыт за границей в обучениях, в обменах, в программах с обменом студентами, и мы наблюдаем, что во многих странах, развитых странах, чтобы повысить качество образования в медицине, они используют теоретические знания и одновременно практические навыки они улучшают. Но сравнивая качество образования в Узбекистане, мы понимаем и видим, что у нас мало ресурсов, чтобы давать больше условий для студентов, чтобы им было больше ресурсов для практических навыков. И поэтому наша система обучения, она позволяет достичь высоту пирамиды Миллера. Пирамида Миллера – это такая модуль образования, где чем выше вы берете, то есть чем выше точки вы достигаете, тем у вас больше навыков в этой сфере, в этой теме или по определенному предмету. Цифровая система нашего образования состоит из 5 основных пунктов. Это первое – AI-пациент. То есть в нашу систему образования будет внедрен искусственный интеллект, который будет предоставлять ряд клинических, даже можно сказать, сотни клинических вариантов, которые улучшают образование студентов. Также радиологический анализ и электронное портфолио, которое будет контролировать темп обучения студентов. Также для улучшения, как мы сказали выше, практических навыков имеется хирургический симулятор и виртуальная анатомия. Что касается виртуальной анатомии, у нас уже готовы макеты, которые на 100% соответствуют реальным живым органам человека. Что касается хирургических симуляторов, из-за недостатка практики мы замечаем как низкий уровень кадров. Квалификации кадров, а именно. Наш проект, который внедрен с хирургическим симулятором, поможет в несколько раз увеличить навыки, практические навыки студентов. Вы можете удивиться, как хирургические симуляции или хирургические навыки можно качать с помощью такого системного образования, которое онлайн или же электронном варианте. Мы сейчас покажем вам наш прототип, который не требует определенных устройств. Это только требует от вас только компьютер или обычный смартфон. Примерно в таком виде будет выглядеть наше изображение или симуляция хирургического процесса. И сейчас вы должны готовить телефон, чтобы посмотреть наш прототип. Это скриншот из нашего прототипа и бизнес-модель. Бизнес-модель, значит, можно QR-код, я бизнес-модель расскажу по ходу. Давайте, можете сканировать. Жюри попросим отсканировать QR-код, который на свои телефоны, чтобы убедиться в прототипе, в готовности прототипа нашего проекта. Значит, бизнес-модель включает в себя то, что данный образовательный, значит, платформу мы будем в виде подписки отдавать в медицинские учреждения и медуниверситеты, где будут, значит, непосредственно использоваться для обучения студентов и увеличения практики работников в этих медицинских. Вот если визуально, если показать, это вот прототип, можно управлять. И кубики будут заменены на инструменты или хирургические предметы, а действие рук, оно имитирует ваш процесс, как вы работаете. У вас есть команда, которая будет заниматься именно программированием? Да, есть. Потому что там же дальше будут разные инструменты. 3D-моделирование каждого инструмента. У нас, это значит прототип наш. У нас есть еще 2 участника команды, которые отвечают именно за создавание этих программ или усовершенствование их. Значит, если можно, мы можем их пригласить. Они сейчас здесь присутствуют. Есть. Насчет бизнес-идеи, то, что мы будем
продавать данные платформы университетам. Ежемесячная подписка физического лица будет стоить $25. Это с условием того, что в наш проект включен и AI, и помощник, AI-помощник, клинические симуляторы и, значит, контроль темпа роста студентов. Также на нашей платформе можно делать видеотелемосты между участниками других стран и наших стран для увеличения квалификации. И совместно работать в процессе. Соответственно, да. А для вузов мы можем предложить годовую подписку в размере, если они заплатят $50 тысяч, это на 400 студентов. За год можно... По $125 на за год. студента. Это намного дешевле, чем ежемесячная подписка. Если есть вопросы, мы готовы ответить. Keyingi jamoamiz Azus jamoasi marhamat. Alqishlar bilan kutamiz. Hop, assalomu alaykum barchaga. Shart emas. Demak, biz loyihamiz psixodiagnostik xizmatlarni raqamlashtirish, ya'ni aynan psixologik xizmatlarni qog'oz varianti emas, kompyuter variantda o'tkazishni biz loyiha qilib olib chiqmoqchimiz. Keyingisiga o'tkazing. Demak, loyihamizni dolzarbligini mana shu universitet misolida ko'rsatib bermoqchiman. Tasavvur qiling, universitetda 5000 ta talaba bor va bir dona psixolog bor. Endi mana shu yerda ishlaydigan psixolog 5000 ta talabadan test olish uchun o'tkazing. MMPI testini olish uchun odatda bu yilda bir marta o'tkaziladigan test. Bir nafar psixolog an'anaviy uslubda test olish uchun endi bu yerda shunaqangi bir katta resurs va vaqtlar ketadiki, birinchisi har bitta masalan talaba uchun 2 donadan list ketadi. Endi 5000 ta talabaga 10000 dona qog'oz ketadi. Undan keyin har bitta test natijasini hisoblash uchun 15 daqiqa vaqt sarflanadi va umumiy 1250 soat, 52 kun vaqt ketadi. Keyingisi har bitta guruhga kirib test olish uchun psixolog 166 soat vaqt sarflash kerak. Va har bir testni natijasi saralash, differensial diagnostika analiz degan narsalar bor. Shu tomondan juda ham katta muammolar yuzaga kelmoqda. Endi bu bitta universitet misolida o'tkazing. Tasavvur qiling, aniq bu fakt. Butun respublikada 207 ta oliy ta'lim muassasasi bor, 1,600,000 dan oshiq talaba bor. Juda ham katta resurs, juda ham katta vaqt ketadi bunga. Bitta psixolog bitta universitetda shuncha vaqt sarflagandan keyin 207 tani o'zingiz hisoblab ko'rishingiz mumkin. Keyingisiga o'tkazing. Undan keyin maktablar bor. Bizda 10,000 dan oshiq maktab bor. 6,5 millionga yaqin nafar o'quvchilar bor. Bulardan ham agar diagnostik testlarni olinadigan bo'lsa, juda ham katta resurs ketadi, juda ham katta vaqt ketadi. Bu narsani yechimi sifatida biz mana shu platformani taklif qilmoqchimiz, o'tkazing. Hop, endi mana shu platformamizdan kimlar foydalanishi mumkin? Oliy ta'lim muassasalari psixologlari 200 nafar, bu endi statistika. Umumiy o'rta ta'lim maktab psixologlari 10,000 nafar, keyingisi davlat tashkilotlari psixologlari bor 500 nafar, undan tashqari amaliy psixologlar, psixiatrlar foydalanishi mumkin, keyin psixoterapevtlar foydalanishi mumkin. Juda ham yaxshi bizda kontingent bor foydalanishga. Keyingisiga o'tkazing. Hop, endi biz mana shu loyihamizni ishga tushirayotgan vaqtda so'rovnoma o'tkazdik. Kim qancha qiziqish bildiradi deb 7000 nafardan oshiq shaxslar, ya'ni psixologlar, mutaxassislar qiziqish bildirishdi. Hozirgi kunda platformamiz ishlamoqda. psixodiagnostika.com domeni ostida ishlayapti. Kirib ko'rsanglar bo'lardi. O'sha joyda juda ham kerakli ma'lumotlarni ham olishlar mumkin. Keyingisi, endi monetizatsiya masalasiga keladigan bo'lsak, albatta bu tekinga bo'lmaydi. Shuncha xizmat ko'rsatilgandan keyin o'ziga yarasha to'lovlar bor. To'lovlar bir xil ko'rinishda, lekin umumiy ma'noda mana ko'rsatib o'tganmiz. Hop, 10 ta test olmoqchi deylik. Bitta psixolog o'zini ta'lim muassasasiga aytaylik, mana shu universitetda psixologi 10 ta testni xarid qilmoqchi. Oyiga $3 dan to'laydi. 20 tagacha oladigan bo'lsa $5, 30 tadan oshsa $8. Agar umumiy hamma testdan foydalanmoqchi bo'lsa $20 to'laydi. Yillik to'lovga ham chegirmalar bor. Hop, qo'shimcha xizmatlarimiz ham bor. Undan tashqari endi tasavvur qilib ko'ring. Bizda 7000 ta hozir kontingent tayyor. Davay ishlating, biz foydalanamiz deb turishibdi va o'rtacha hisobda bizda $55,000 oylik tushumimiz, foydamiz bor. Hop, loyiha istiqbollari. Mana shu keyinchalik xudo xolasa albatta investitsiya doirasida biz AI integratsiyasini qo'shmoqchimiz.
aynan psixologik testlarni input shaklida emas, ovozli chat shaklida ham bir tashkillashtirishni reja qilganmiz. Savollar bazasi qanaqa? Nechta savolinglar bor? O'zingizlar tuzasizlarmi? Qayerdan olasizlar? Savollar bazasi, demak, bizda hozir 100 ga yaqin, 100 dan oshiqroq ilmiy metodikalarimiz bor. Demak, 1000 dan oshiq savollar bazasi bor. Hammasi o'sha xalqaro diagnostik markazlar bor. Butun dunyo tan olgan. Masalan, DSM bor, ICD bor, agar mana tibbiyot muassasasi talabalari o'tirgan bo'lsa, ICD-11 bor, butun dunyo tan olgan. Biznikilar ham tan olgan. Xuddi shundan biz testlarni olganmiz hammasini. Investitsiya kerakmi? Asli investitsiya kerak emas. Уже bizda loyiha ishga tushgan, yuryapti, lekin motivatsiya kerak bizga. Klient kerak. Klient bor. Faqat hozir 7000 bor. 7000 nafar. Lekin ularni hali bizda test rejimida ishlaganligi uchun pul joriy qilganimiz yo'q. 7000 nafar registratsiyadan o'tib o'tishadi. Yo'q, 7000 nafar so'rovnomada qatnashgan, lekin hozir 10 ta nima deydi, gruppada reklama kerak, boshqa o'shalarga albatta sal ozroq Navbatdagi 8-jamoamizni sahnaga taklif qilamiz. Team X jamoasi marhamat. Olqishlar qo'yamiz. Добрый день. Поднимите руку те, кто хоть раз пытался забронировать футбольное поле для игры с друзьями через Telegram или номер телефона. А теперь давайте представим этот процесс. Звоним одному, не берет трубку, звоним другому, занято. И в конце звоним охраннику, чтобы узнать о расписаниях, ценах и графиках. Договариваемся о слоте. Приходим в назначенное время и в назначенный час. Но нам говорят, что наш слот уже занят своими, кто заплатил больше. И это не просто неудобство, это хаос. Меня зовут Абдукаримов Камаледдин, и мы, команда Бронспорт, превращаем этот хаос в цифровизованный, прозрачный и прибыльный бизнес. Как я уже сказал раньше, наша основная проблема как клиентов – это то, что 95% спортивных объектов в Узбекистане не оцифровизованы. Это означает, нет графиков, нет цен, нет расписания и нет гарантий. Но наше неудобство – это не основная проблема. Основная проблема гораздо глубже, и она лежит на стороне владельцев и государства. До 40% своего revenue теряют владельцы из-за простоя в непиковый час. И это не самое страшное. Самое страшное то, что когда мы платим наличкой охраннику либо какому-то сотруднику, это дает прямой канал для коррупции. И в 50% случаев эти деньги не поступают в казну университета или хозяину этого объекта. Для решения данной проблемы мы разработали Бронспорт. Бронспорт – это marketplace, ERP и CRM-система, которая, во-первых, для клиентов дает удобную систему, заменяющую 10 телефонных звонков 3 простыми шагами. Открыл платформу, забронировал слот, оплатил и наслаждайся. А для владельцев и государства мы предлагаем полнофункциональную ERP плюс CRM-систему, которая дает доступ для, во-первых, контроля, во-вторых, графиков, и, в-третьих, для 24/7 загруженности объекта. И что самое главное, оно позволяет владельцам объектов контролировать каждый сум, который проходит через его спорткомплекс. И вообще, почему это все будет работать сейчас в Узбекистане? Потому что мы находимся на стыке, на шторме 3 основных событий. Во-первых, благодаря указу президента до 2030 года госинституты обязаны оцифровывать каждый спортивный комплекс. Мы предлагаем готовый инструмент для исполнения закона. Во-вторых, благодаря все тому же указу в каждом госинституте предпринимаются попытки и платформы для укоренения коррупции и борьбы с ней. Опять же, мы предлагаем уже готовый инструмент для исполнения закона. И в-третьих, несмотря на то, что наше государство активно продвигает стратегию повышения с 18 до 30% занятости населения спортом,
рынок Sporttech пустует. Говоря о маркете, мы можем утверждать, что он большой. Total Addressable Market сейчас представлен в виде $1,5 миллиарда, из которых в нашем текущем родмапе мы планируем интегрировать 160 миллионов, и благодаря нашей бизнес-модели мы планируем 32 миллиона. Это наша бизнес-модель. Как вы можете видеть, у нас она многофункциональна и масштабируема. Для малого бизнеса мы предлагаем про-подписку, которая... Да, в которой нету onboarding fee, но комиссия составляет 15-25%. Для среднего и крупного бизнеса мы даем Pro Plus, в которой уже есть SaaS-подписка, но комиссия составляет 5%. И также интегрируется реклама для спортивных магазинов и так далее, и продвижение своего спорткомплекса для владельцев. Это наш трекшн. Сухие цифры всем интересны, но если они работают, вот это действительно классно. И они у нас работают. Уже у нас 15 тысяч GMV, 700 плюс подписчиков. Мы подключили уже 2 университета и смогли по сравнению с прошлым годом увеличить их прибыль на 25%. Это все благодаря нашей замечательной команде. Я CTO, у нас есть CEO Ильхамджон, дизайнер. А также, что, обратите внимание, у нас есть legal advisor, который работал в Верховном суде Узбекистана, так что у нас не будет проблем с государственными документами. И также мы являемся официальными партнерами высшего образования. Мы сейчас на стадии заключения контракта для внедрения во все вузы. И также проходим акселерацию в Plug and Play и являемся резидентами IT-Park. Да, как говорится, лучше один раз увидеть. Вы можете просканировать QR-код, перейти по нашей системе, забронировать, если получится. Если получится. Да. Ну, потому что если до вас кто-то уже забронировал, вы не сможете. Intervyuga. Assalomu alaykum barchaga. Biz Invisible Power jamoasi bugungi loyihamiz Agro AI. Har bir dehqonga shaxsiy AI agronom. Muammolarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, bilamiz, har bir ekin ekkan inson doimiy inson nazoratiga muhtoj bo'ladi. Va inson omili bo'lgan joyda albatta xatolik bo'ladi. Bularning biri albatta kasallikni kech aniqlanishi. O'simlik ekkanda kasallikning kech aniqlanishi bu hosilning yo'qolishi bilan barobar. Bilamizki, o'simliklarni doralash paytimizda kimyoviy moddalardan foydalanamiz va bu inson salomatligi uchun zararli qiladi va aynan shu muammolarga yechim berish maqsadida biz Agro AI loyihasini ishlab chiqdik. Agro AI loyihasi bu Agro robot, Agro dron va Agro Vision mobil ilovasi hisoblanadi. Biz bu qurilmalar orqali qanday yechimlar bera olamiz? Bizning yechimimiz yer usti rover mashinasi, roboti va dron orqali monitoring tizimini tashkil qilamiz. Ya'ni biz bu qurilmalar orqali to'g'ridan-to'g'ri real vaqt rejimida ma'lumotlarni olamiz, ularni tahlil qilamiz. Ma'lumotlar tahlili bizning AI enjinimiz orqali tahlil qilinib, dehqonga, fermerga maslahat berib boriladi. Biz albatta ko'rib turganingizdek kamera bor. Dron va robotimizdagi kameralardan olingan tasvirlarni machine learning CNN arxitekturasi orqali o'qitib olamiz va rasmlarni uchish yoki yurish paytida olingan rasmlarni bir-biri bilan taqqoslagan holatda prognozlashni ham qilib boradi. Agar dron qayerdadir kasallikni aniqlaydigan bo'lsa, ana shu joyga lokatsiya tashlab ketadi va keyingi dron kelib faqat chegaralangan, tahlil qilingan, zararlangan yergagina dori sepib ketadi. Biz bozor hajmini o'rganib chiqdik. Bozor hajmi TAMda 14.75 million, SAMda 4.92 million, so'mda 0.49 million AQSh dollariga teng. Biz so'mning faqat birinchi yilidagina 2% dan ko'pini egallay oladigan bo'lsak, biz foydaga chiqa olamiz va ikkinchi yildan boshlab bu to'g'ridan-to'g'ri geometrik o'sishni tashkil qiladi. Biznes modelimiz biz barcha IoT set sotuvini, ya'ni buning ichiga robot, dron va shu bilan birlikda mobil ilovamiz kiradi. Bu
1500, 1650 dollar, AQSh dollari atrofida, o'rnatib berish xizmati 250 dollar, premium AI obuna 30 dollar oyiga. Biz albatta barcha xizmat ko'rsatish davomida mobil ilovada prognozlash uchun, maslahat so'rash uchun AI beramiz, agent beramiz, lekin u limitlangan bo'ladi. Unlimited ishlatish uchun biz premium obunani taklif qilamiz va undan keyin enterprise paketlarimiz mavjud bo'ladi. Bu albatta kattaroq kompaniyalar bilan ishlash davomida qilib boriladi. 2050 6560 AQSh dollari atrofida bo'lib o'tadi. Bizni bitta mijozdan oladigan ARPU'miz 1640 2050 dollar atrofida bo'ladi. Bozorga chiqarish roadmap'i bizning birinchi 3 oyimizda 5 ta issiqxonada test qilish niyat qilganmiz. Bilasiz, dron O'zbekiston Respublikasida faqatgina tasdiqlangan va ruxsat berilganlargina ishlata oladi. Biz uni yopiq joyda ishlatishga haqqimiz bor. Shuning uchun biz birinchi 3 oyimizda o'zimizni issiqxonada test qilishni reja qildik. Keyingi 3 oyimizda esa ekin maydonlarini testlash, AI modul kengaytirish, keyingi 6-12 oyimizda esa 15 ta fermer xo'jaliklariga buni kiritish, issiqxona va enterprise tariflarini tashkil qilish, AI ikkinchi modulni yaratish. Investitsiya biz 100 million so'm atrofida investitsiya so'raganmiz. Va bizning timimiz marketolog, project manager, team lead, full stack engineer. Biz hozirda Urganch aqlli shahar, Urganch Smart City'da ish olib boryapmiz. Agar bu loyiha haqida xabaringiz bo'lsa, hozir esa dron orqali olingan tasvirni qanday ishlashi haqida ma'lumot bermoqchi. Hozirda biz 10 mingga yaqin o'simliklarni kasalliklari va uni qanday yechim berish bazasini kiritganmiz, ya'ni datasetlarni mana bu kamerada berib o'tilgan. Misol uchun dronimiz uchadi, skaner qiladi va o'zi bu zang, ya'ni mog'or. Savol. Savol o'zi berib turamiz, joy-joy. Hozirda bu bizning o'qitgan bazamiz, ya'ni bu yerda bizga kasallikni va uni xulosasi qanday bu yerda kasalliklar bo'lib turibdi, nima hodisalar o'tyapti, shuni aytadi. Keyin biologik yechim, keyin profilaktika choralari. Keyinchalik bizlar bu loyihani kattalashtiramiz, ya'ni ikkinchi dronni qo'shamiz. Birinchi dronga GPS modul qo'ygandan keyin birinchi dron uchadi. Misol uchun bug'doy sizda 10 gektar bug'doy bor, dronimiz uchadi va analiz qiladi. Qaysi nuqtalarda, ya'ni qaysi sektorlarda kasallik bor aniqlaydi va GPS modul orqali lokatsiya tashlab beradi. Ikkinchi dronimiz bo'lsa, aynan shu lokatsiyaga borib, faqat shu belgilangan sektorga dorini sepadi. Bu yerda biz doridan ham yutishimiz mumkin, vaqtdan ham yutishimiz mumkin. Misol uchun qishloq joylarda ko'ramiz, ayrimlar traktorda dori sepadi va u polizni misol uchun ko'p isrof qiladi. Uni ustini bosib o'tadi yo bo'lmasa hozir Google'dan boshqa rasm qidiraylik, misol uchun kasallangan boshqa narsa. Kasallangan bo'ladi. Ungacha endi qaysi uyda ishlayapti? Axiyri qaysi uyda ishlayapti? Gemini. API-ning. Da. Men o'zlariman fermer, o'zim qishloqda o'sganman. Misol uchun buni eng og'ir yeri qishloqda o'z sepadigan moslamasi bor. Unga 40-50 litr suv sig'adi, uni ko'tarib sepish kerak-da. Bir 15 minut yursangiz bo'ldi, yelka o'zi ketadi. Ko'tarib bo'lmay qoladi. Bu droningiz ko'tara oladi. Dron misol uchun biz hammerga sepmaymiz. Bu hozir bu birinchi bosqichimiz. Ikkinchi bosqichda dori sepadigan dron ham bo'ladi. Mana bu lokatsiya beradi, ikkinchi dori sepadigan dron dori sepib keladi. Dronni o'zingizlar yasayapsizlarmi? Ha? Investitsiya nima kerak? Investitsiya iloji boricha data setni kattalashtirish. Sababi hozir bizda ko'psini qayta retur. Hozir data setimiz daraja yaxshi ishlamayapti. Sababi sal mablag' kerak unga. Sababi investitsiya kerak. Investitsiya kerak bo'lib turibdi-da. Yo'q, yangilashni. Urganch aqlli shaharga qanaqa aloqalar bor? Urganch aqlli shaharda hozir bizlar termodachlikni ishlab chiqaryapmiz. Misol uchun qozonxonalarga qo'yiladi. Keladigan issiq suv, ketadigan issiq suvni aniqlab, uni sayt kuzatib berib turadi. Uni rasman prezident o'zi tasdiqlagan. Hozirda Urganch shahariga qo'yilib bo'ldi. Adashmasam Andijon ham 70% ga yetib qoldi-da hozir. Andijon Sirdaryoga qo'yilibdi. Keyin tablo loyihasi bor. Tablo bo'yicha balki tanishtirsiz. Avtobus bekatlariga qo'yiladigan loyiha va maktablardagi to'g'ridan-to'g'ri ma'lumotlarni yetkazib beruvchi yana bir loyihamiz.
judayam qiziqarli xususiyatiga jamoadan. Albatta 10-chi oxirgi jamoamizni sahnaga taklif etamiz. Taklifchi yangi jamoasi. Marhamat, olqishlar qo'yamiz. Assalomu alaykum hammaga. Biz tahlilchi post tizimini taklif qilmoqchimiz. Tahlilchi post tizimi bu sun'iy intellekt asosida ishlaydigan ERP platformasi hisoblanadi. Xo'p, yana shulardan bir qatorda IA yordamida savdolar boshqariladi va avtomatik buyurtmalar beriladi. Statistikani ko'radigan bo'lsak, viloyatlar kesimida chakana savdo hajmi 13.7% gacha oshmoqda. Xo'p, bu juda yaxshi, lekin shular bilan bir qatorda quyidagi muammolar ham kelib chiqmoqda. Bitta non mahsulotini Toshkent misolida oladigan bo'lsak, bir kunda 3 tonnaga yaqin non isrof qilinyapti. Yoki o'sha sanitariya boshqarmasini yig'gan, o'sha muddat o'tgan mahsulotlarni ko'radigan bo'lsak, 4 tonna. Xo'p, bu nima sababdan kelib chiqyapti? Bu o'sha marketlarda, do'konlarda menejerlar o'zining tajribasiga asoslanib, ya'ni o'tgan hafta 50 ta non sotilgan biz, bu hafta ham 45 ta 50 ta. Bu noto'g'ri prognoz, ya'ni talab noto'g'ri prognoz qo'yadi. Bu asosan o'sha zaxirada yetishmaslik, ya'ni ba'zi hollarda do'konlarga kirganimizda qaysidir mahsulot tugab qolgan bo'ladi yoki qaysidir mahsulotni o'sha muddati o'tib ketgan bo'ladi. Bu biznes uchun ham, odamlar uchun ham zarar hisoblanadi. Xo'p, biz bu muammoga qanaqa yechim bermoqchimiz? Biz o'zimizning post tizimimizni, ya'ni sun'iy intellekt ni integratsiya qilib, o'zimiz ishlab chiqqanmiz. Sun'iy intellekt o'tgan o'sha savdolarga qarab, keyingi kun, keyingi hafta, hattoki keyingi oy uchun ham 90% gacha prognoz qilib beradi. Yana shulardan bir qator zaxirani optimallashtiradi, optimal buyurtmalarni beradi va o'zi avtomatik buyurtma ham beradi. Ishlash jarayoni qanaqa bo'ladi? Biz o'zimizning post tizimimiz bor. Agar post tizimi bo'lgan o'sha do'kon marketlarda biz extension, ya'ni o'zimiz extensionimiz orqali datasini olamiz va prognoz qilib uni admin panelda ko'rsatib beramiz. Bu ko'rishimiz mumkin, real vaqtda olingan datasetda biz tajriba olib, ya'ni modelimizni o'qitib ko'rib olgan aniqlik darajamiz 91.7% olganmiz, aniqlik darajasini olganmiz. Bozor tahlilini o'rganib chiqdik, raqobatchilarni ko'rdik, boshqa post tizimlarda ayni vaqtda bo'ladigan savdolarni ko'rsatib beradi. Ya'ni keyingi kun yoki keyingi hafta uchun prognoz bermaydi. Yana bir ortiqcha tarafimiz, ulardan ustunlik tarafimiz bizda arzon hamda milliy mahsulot. Bu bizning biznes modelimiz. 3 ta biznes modelda biz taklif etyapmiz. Ya'ni starter $10, Pro $22 va Enterprise'dan kengaytirilgani $45 taklif etyapmiz. Xo'p, bozor hajmini ham o'rganib chiqdik. Bozor hajmida bizning bozor hajmi, ya'ni $3 million dan ortiq. Biz egallay oladiganimiz $650 ming. Ayni vaqtda xizmat ko'rsata oladiganimiz $63 ming tashkil qilmoqda. Bu bizning jamoamiz, ML injenerlar hamda backend dasturchilar bor. E'tibor uchun rahmat. Olqishlar, savol-javob qismiga o'tamiz. Marhamat, hakamlar hay'ati, ustozlarimiz. Bu bizni ayni vaqtda ishlab turgan platformamiz. Savollar bo'lsa. Ko'rish. Endi sotmoqchimiz, oz vaqt testlaymiz, ayni vaqtda testlab turibmiz. 90 kunda testlab turibmiz. Test qilyapmiz. Qancha vaqt Testimi? 15 kundan ortdi test qilganimiz. Integratsiya qilinadigan boshqa post. Bu hali post integratsiya qilganimiz yo'q. Post tizimini qo'yib berganmiz. O'zingizlar qo'ygansizlar, hozir masalan bozorga kirish, test kirish uchun integratsiya bilan kirish oson emas. Integratsiya qilinganlar. Hali biz hech qanaqa MJJ yoki o'sha kompaniya emasmiz. Ayni vaqtda borsa datasini bizga bermaydi. Shu sababli hali integratsiya qilmadik. Ishonchda birinchi o'rinda bizga ma'lumotlar, birinchi o'rinda bizga ma'lumotlar kerak. O'shaning uchun biz o'zimiz postimizni birinchi qo'yib beramiz. Agar o'zida bo'ladigan bo'lsa, Excel yoki bo'lmasam o'sha boshqa CSV formatda bizga ma'lumotlar taqdim qiladi o'zi post tizimi. Bu ma'lumotlar bu ishlab turgan holat hozir. Bemalol o'sha saytimizda o'sha hajmimizdan kirib hisoblaymiz. $30 ming so'raymiz. 10% ga post tizimlariga, birinchi serverga bilamiz, sun'iy intellekt modelini o'zimiz o'qitamiz. Hech qanaqa o'sha API olib foydalanmaymiz. Shunga katta server kerak, birinchi navbatda, keyin post tizimlari kerak. Hozir serverimiz CPU serverda ishlayapti. GPU serverlar $5700 dan boshlanadi. Azure'da. Hozir serverni Azure'da turibdi.
CPU serverimiz 1 million yaqin bo'lyapti. O'zimiz komanda ko'tarib hozircha ishlashib turibmiz. GPU serverga bizdan masalan hozir 15 daqiqada 30 daqiqacha bo'lgan vaqt oladi. Oddiy do'konlar bitta mahsulotga shuncha vaqt oladi. Agar kattaroq do'kon ko'proq mahsulot qiladigan bo'lsa, bizga GPU server kerak bo'ladi. GPUda narxi ancha nisbatan baland, lekin bizga masalan tezligi ancha tez ishlayveradi bizga ma'lumotlar. Hozir prognozlashni modellarni qaysidan setda LSTM da long short memory LSTM da foydalangan. Feature qo'shilgan, masalan, haftani qaysi kunga hisobga olinadi? 20 ta feature qo'shilgan. Bayram emasmi? 20 ta xususiyat qo'shilgan. Aniqligini oshirish. Vaqt bo'ldi. Rahmat. Olqishlab qo'yamiz. Tahlilchi jamoasi. Rahmat yigitlar.